uzhits.net Ushbu qo'shig'imiz eri bo'la turib boshqa erkaklar bilan kayfu safo, eriga xiyonat qilib yurgan, yuzi go'zal ammo boshigacha balchiqqa botgan bir ayol haqida kuylanadi. Feruz Jo'rayevdan yangi tarona. Kunlari baxtli o'tar, oilasi bor yonida, oilasi hammaylik-ku farzandlar bor bag'rida. Ishlaydi tuni kun oilasini boqay deb, o'tirar turar ba'zan yotganda ham g'amini yeb. Ayolini ishlatmaydi der ayolim farishta, shunda ham rozi edi uylar tursa sarishta. Erta saharda ketib kech kelardi uyiga, charchagani bilinar qarasangiz yuziga. Charchasa ham bildirmay yurar uyga qaytganda, charchoq ham chiqib ketar farzandlarini ko'rganda. E'tiborin ayamas o'z qo'lidan kelgancha, ne qilsa axir berar e'tiborin bilgancha. Ishlamaydi bu ayol ko'chada har kun, lekin tagida Malibu bor, yurish qo'zg'alish sekin. Saloni super salon, tepasida luki bor. Ko'rgan har bir yigit bundan bo'lar umidvor. Qizalog'i 7 yosh, toza havodek nafas. 4 yoshli o'g'li ham bor, hamma qiladi havas. O'g'lini ismi Temur, qiziniki Nafosat. Shu ishni qilayotgan onada yo'q farosat. Ertalab soat 6 eri ketdi ishiga, pul topib tinmay ishlab ro'zg'orini tebratishga. Ayoli kirib ketdi xonaga kiyinishga, ochiq sochiq kiyinib o'tirdi bo'yanishga. Bo'yandi bir soatlar o'ziga oro berib, qoshini kamon qildi bitta-bittalab terib. Mashinasini yoqib avval bordi bog'chaga, o'g'ilchasini tashlab o'tib ketdi maktabga. Mana qizalog'ini tushirdi maktabiga, yana Ayshu ishrati tez keldi xayoliga. Qo'lida iPhone 6 qo'ng'iroq tugmachasi, iPhone'ga tegdi sekin olmas ko'zli sirg'asi. Kunlarda xandon otib suyuq oyoqlar kabi, jonim deb suyulardi bunchalar rasvo tabi. Qayerga boray dedi manzilini ayta qoling, sizni rosa sog'indim iltimos tezroq bo'ling. Manzilga kelishdi bordi 10 daqiqada, ichkariga shoshilar xuddi ko'rmagandaqa. Qayerda qoldi nomus, qayerda qoldi g'urur? Bundayin yashashdan o'zingni chetdan bir ko'r. 3 soat ko'ngil xushlik, nima bu behayolik? Hammadan baxtliroqsan bu ish to'qlikka sho'xlik. U yerdan chiqmay turib yana bitta qo'ng'iroq, telefonni ko'tarib qisqa javob keyinroq. Ustiga banni xalat ketdi u yuvinishga, kiyinib bo'lib darrov navbatchi bo'yanishga. Soat 12 mana abed bo'ldi-ku ana, qizin maktabdan olib uyga qaytardi yana. Uyga qaytib ham mana ro'zg'or ishlari chala, chang-chuv deganlaridek yuvilmagan piyola. Shunday o'tardi kunlar, har kun har xil yigitlar, yangilar ko'pligidan unutdilar eskilar. Mana kunlardan bir kun uchradi bir yangi boy, sevgi izhorlar qildi sovg'alar berib bir oy. Erin borligim bilib unga aytdi bir taklif, menga turmushga chiq, menga bo'lgin muallif. Sariq chaqa ham olma, menga o'zing keraksan. Taklifim chuqur o'yla, yana o'zing bilasan. Har kuni sayohatda yuramiz Parij, Dubay, keyin o'zing aytasan o'tmish hayotim goodbye. Taklifi qiziq bo'lib o'yladi juda takror, ajrashaman deb bo'ldi o'zicha qilib qaror. O'sha kun eri bilan qildi ancha mashmasha, bir hafta janjal qilib ajrashib ketdi mana. Eri so'radi nega, aytgin biror bir sabab, ketvosan nima uchun bizlarni yolg'iz tashlab. Ayoli aytdi unga kerakmas oilang ham, mana ol uchastkanga kerakmas mashinang ham, deb uydan chiqib ketdi yangi boyning oldiga. Boy uni kutib oldi xandon otib kulgiga. Men senga hazillashib aytgandim ey behayo, menda oila bor axir, meni unut mutlaqo, deya haydab chiqardi qo'lin siltab oldiga. Endi nima ham qilsin qoldi mana ko'chaga. Agar nomusli bo'lsa qilardi baxtni bunyod, bunday nomussizga hattoki uvol hayot. Bunday rasvo ayolga tegsa kesaman qo'lim, hayotda bunday yashashdan hatto yengil o'lim. Ey do'stim bir fikrla, xato bo'lsa ayt so'zim, bu so'zlarni aytarman fikrlab bir zum o'zim. uzhits.net eng hit qo'shiqlar.